O'zbekiston JTL korxonasida 9-dekabr Xalqaro korrupsiyaga qarshi kurash kuni nishonlanishi munosabati bilan tashkil etildi. JTL xodimlari bilan korrupsiyaga qarshi kurash va uni oldini olish va davlatimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar borasida fikrlar almashilib, ularga korrupsiyani oldini olish bo'yicha tushuntirishlar berildi va amaldagi normativ huquqiy hujjatlar, ya'ni korrupsiyaga oid qonun, ya'ni korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun va manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun hamda korrupsiya bilan bog'liq xatti-harakat uchun jinoyat alomatlari mavjud bo'ladigan bo'lsa, unda jinoiy qilmishni qanday holatlar oqibatlari keltirib chiqishi haqida tushuntirishlar, ochiq muloqot tashkil etildi. Ushbu tadbirni O'zbek Neftigaz aksiyadorlik jamiyati korrupsiyaga qarshi kurash departamenti mas'ullari bilan birgalikda amalga oshirilib, tadbir tashkil etildi.